Termizda, Nukus, Sirdaryoda, mana Xorazmda bo'layapti. Har 2 yilda o'tkazadigan tadbirlarimiz. Mana shu yurtboshimiz baxshi san'atiga juda katta e'tibor berdi. Uning boisida shuni ta'kidlab o'tish kerakki, 2021-yil baxshilik san'atini UNESCO namoyish doirasiga kiritildi. Mana har yili o'tkaziladigan Surxondaryoda o'tkaziladigan boysun bahorlari mana yurtboshimiz ancha e'tibor beryapti. Shu akamizga, Mirzayev Ulug'bek akamizga, Ulug'bek baxshi deb aytishadi bu yerda Surxondaryoda bilasizlar. Ulug'bek baxshi akamizni navbat beramiz. Qalbi o'ynoq Andijon vohasining azamat aka-singil, opa-singillar, akalar. Nima deganda mana bugun biz mana shu 1-2 kundan buyon mana shu vohada, vodiyda yuribmiz. Mana baxshichilik san'atiga yurtboshimizning e'tibori juda ulkan bo'ldi. Mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo vohasida endi bizlarda ichki ovozda aytadi. Xorazm, Qoraqalpoq, Qirg'iz, qozoqlardan tashqi turkmanlardan. Mana shu 3 viloyatda ham yoshlarda uyg'onish bo'lgan. Shuning uchun bizlarda shu sizlarga yo'natgan edik. Keling bo'lmasa avvalo baxshlar birinchi terma qiladi. Undan keyin dostondan parcha. Undan keyin savol javob bo'lsa bo'ladi. Undan keyin mana akamiz ham o'tiribdi. Surxoncha bir qiziqqina bir terma qilib turib o'yin qo'shig'ini qilib beramiz. Ağalar ahmana karan yerlere Gap geçi çan bolara dostlar bakşı tilleri Selamu aleyküm Andijon bir mana abad mana yerleri Osmonda bir dostlar jarboy Emanatkarimiz bo'lsin yaratgan bir Xudoy Her namdasdan yekan mana ağalar Surxon yerdan keldi obod bo'lsin shundirgay Mana do'stlar ot maydonida jamoati yaxshi. Lekin mana do'stlar hangi o'rindan meni tanita qat qolmadi. Mana shunda qarang. Avazxon farzandini qobatiga chaqirib, mana shu dobulg'ani chalaverdi, dobulg'aning tovushi chambirning chap tarafiga ketaverdi. Sap tartib kelgan qirjigitiga qarab, Avazxon farzandim Chambil mamlakatdan mana Turkiston mamlakatiga ketar bo'ldi. Deb olgan yeli xalqidan duo olib, Avazxon farzandini qarang Chambil mamlakatdan chiqarib, qarab Turkistonga jo'natayotgan joyida.
Kalmasın da ağalar geplerinin çalası köke yeter dostlar ha kıygan benden anası geçen belden günadı adı beraber yaranlar hangi arağının balası Hayyarat hasalar ayıldı Tadırgahına kayıldı Bekler kılmayma yaranlara Şunday günde sayıldı Nasibe tertken dostlarım Peşahnağa kayıldı Nakam kılıp terke bir yana Paştamından ayıldı Gazete gelsen sağana Çok bolup çöller bektiğe Dirge hata yatır Atkan oktay sarıllap Caylah dağı koy kazı Hürke getirdirirlap Göçe bitirde toda kaş O tar karıllap O şah yatırıp parıllap Başına kiygen damılga Aydınlanday çarkıllap Töşüge tertken çarayına Patıktay bolu birikillap Cüney girdi yaranlar Key çamberden karama Avaz bater çarkıllay Randay ağzını açar sağana Haydi çalma bacıt kolay Putunun arasından Çökletti gütküleyim Hayana arkada kaldı kalası Gözden akmasın calası At kahmemiz bir adı Hangi ruhlan ağalar Avaz kanday balası Hay Aziz mehmonlar Agar şu baxshichilik san'ati bo'yicha savol javob bo'lsa bemalol aytishlaringiz mumkin. Savollaringizga javob imkoni qadar javob berishga harakat qilaman. Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom. Andijon viloyati Oltinko'l tumani madaniyat markazidanman. Men bundan bir necha yil avval xuddi hozir siz ijro qilgan shu Go'ro'g'li dostonini kitob versiyasini olib o'qiganimda, men o'qigan versiyasida Xorazm shevasida yozilgan. Hozir mana men endi birinchi marta eshitishim Qashqadaryo, Surxondaryo shevasida o'sha uslubda eshitdim. Savolim shundan iboratki, mana Go'ro'g'li dostoni xorazmliklar ham kuylaydi va Qashqadaryo, Surxondaryo baxshi hukmidagi doston 40 dan oshiq doston. Bu bizning ijro qilayotganimiz Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand viloyatida ham bor. Hozir endi Sirdaryo, Jizzaxda ham chiqyapti. Bizning ijro qiladigan uslubimiz, bizning variantimiz Xorazm variantiga qaraganda boshqacha bo'ladi. Xorazm variantida bilasiz, mana Go'ro'g'li turkumida bu Xorazmliklardan aytadigani bor, masalan, bu maqolasi Oshig'arif shaxsan ham bor. Ularda keyin Bozirgan degan dostoni bor. Ularda chunki matnda ham farq qiladi. Ularning o'z shivasiga qarab. O sababi ularda tashqi ovozda, bizda ichki ovozda. Bizning masalan ustozlarimiz mana buyuk, mana shu Surxon vohasining buyuk, mana shu oqini, baxshisi she'rni bo'g'ib o'tgan vaqtida. Mana shu inson she'rni baxshi pashti 50-60 doston ijro etgan. Shu dostonning mana shu ijro etgan she'rlar She'robod baxshichilik maktabi deb shu insonning nomiga bo'lgan. Undan keyin mana ko'plar eshitgan, mana baxshichilik san'atini mana shu yurtboshimiz shu ko'kka ko'tarib shunchalik masalan baxshichilik san'ati shunday bo'ldiki, mana birinchi jahon festivali, baxshilar festivali 19-yil bizim Surxondaryo Termizda bo'ldi. Undan mana Xorazmda bo'ldi, Sirdaryoda bo'ldi. Mana shu nimalarda bo'lib nima qilyapti-ku, mana shuning uchun mana shu buyuk mening ham ustozim,
ham tog'am. Chunki baxshichilik shunday. Baxshichilik qonida bo'lmasa, zotida bo'lmasa qiyin masala. Masalan, bitta Surxondaryo degan Surxondaryoning o'zida ham mana endi yoshlar ko'paydi. Ilgari bor yo'g'i 15 Go'ro'g'li turkumida ikki doston yozganman. Biri Go'ro'g'lining befarzandlik to'g'risida doston yozdim. Buni ustozimdan 86-yil eshitib qo'yganman. Shu Go'ro'g'lining befarzandlik to'g'risida. Bu endi zamonamizga mos qilib yana bir Gulshonbog' degan doston yozdim. Bu oltin fondda chiqyapti. Gulshonbog' dostonimizning sababi bizning endi ota-bobolarimiz, urf-odatimiz shunday bo'lganki, kimning o'g'li bo'lsa, qizi bor oilaga soch yo'natgan. Bizning har bir aytganimizda Go'ro'g'li falon joyga borib qirib tashladi, avasdan borib qirib tashladi dedi. Men mana shu bu Gulshonbog' dostonida mana shu Xon Go'ro'g'lining farzandi Avaz Botir Martishun mana shu Shahri Barbar mamlakatiga mana shu Shahri Barbar mamlakatining Ma'ruf Shohning arkiga podshohligimizga Yusufbek bilan Shodmon bergan Avazxonning masdan sovchi bo'lib borgan deb shunday qilib o'zimiz zamonamizga maslab shu dastonga ketdim. Rahmat sizning savolingizga. Yana savollar bor edi. Yaqinda shu YouTube platformasida shu Qurultoy podkastini bir soni baxshichilik mavzusiga bag'ishlandida, unda Xorazm baxshilari ishtirok etishdi. Xorazmni o'zida ham ikkita maktab borligi aytildi va qolaversa Qashqadaryo, Surxondaryo vohasi va shunda yana bir ma'lumot berishdiki ustozlar, vodiyni ham dostonchilik, baxshichilik yo'nalishi bo'lgan. Faqat 20-asr boshlariga yaqinlashib ustozlar birin-ketin vafot etib, keyingilardan chiqmaganligi sababli u maktab tugatilgan degan ma'lumot eshitib qoldim. Xorazmda bola baxshi maktab bor. Chunki bola baxshi deb bu insonni bizning farzandlari ham Norbek baxshi, keyin shogirdlari Qalandar baxshidan matom bularni. Chunki Xorazm to'g'ri aytdingiz, bu bizni she'riyotmadan. Lekin vodiy nimasiga u nimani eshitmagan ekanman. To'g'risi bir eshitgan bo'lamda, agar nima bo'lganda bemal aytardim. Meni savolim juda ham ko'p, aytib yurmaysiz. Yana bir meni qiziqtirgan savolki, mana shoshmaqom bizning maqom san'atimizni ham notaga tushirishgan. Lekin ko'pincha matnlari, yozma matnlarini uchratamiz, dostonlari, lekin ashula ijro yo'llarini, notalarini hech uchratmaganmiz. Ba'zi bir baxshilar, ba'zi bir ustozlar uni yoqlab chiqqan bo'lsa, ba'zi birlari yo'q, notaga tushirish kerak emas. Bu xalq og'zaki ijodi bo'lgani uchun og'izdan og'izga ko'chgani ma'qulroq degan fikrni yuritishgan. Siz mana shu ashula uslublarini, ashula yo'llarini, baxshichilik ashula yo'llarini notaga tushirishga, shu yo'l bilan saqlab qolishga fikringiz qanaqa? Buni o'rinli savol berdingiz. Mana shu 2024-yil Toshkentda Respublika baxshilar konferensiyasi bo'ldi. O'shanda O'razali Tashmatov degan olim kishi bor. Mana shu kishi aytdiki, baxshilar ham dedi, notaga solib doston masalan ijrosini, terma ijrosini nota bilan aytsa degan ibora bo'ldi. Chunki undan keyin Jabbor Eshonqul degan olim kishi bor, professor. Jabbor Eshonqul aytdiki, u yigitlar sababi oldindan o'tgan baxshilar ham, oqinlar ham har biri. Chunki do'mbirada nota yo'q. Do'mbirani mana sizlarda sluh deydimi, nima deydi sizlarda shunday. Chunki bizda nimada do'mbirani yurak chertmasa buni chertish qiyin. Shuning uchun bizning har bir aytadigan dostonlarimizda ham notaga solib bo'lmaydi. Bu narsaga hech iloj yo'q. To'lkagana biz har bir aytadigan matnimizda qanchalik, chunki xalq og'zaki ijodiyati deb qo'yibdi. Biz masalan shu to'g'ri turibsiz, masalan mana akamizni masalan terma qilib xohlasa bir soat aytib berish mumkin. Masalan singillarni qo'shish mumkin, boshqalar. Chunki bu xalq og'zaki, bu og'izdan og'izga kirib kelyapti. Mana shu. Savolim shundan iboratki, mana baxshichilik san'atida ijod kelyapsiz ekan, shu ijodingiz davomida nechta shogirdlar chiqardingiz? Men mana shu 19-yil Jahon festivali bo'lgandan keyin bizning Surxondaryo
viloyatimizning 9 tumaniga baxshichilik yo'nalish maktablar ochdi. Men ham shu 9-yil oldin endi ustoz shogird bag'day talabma bag'day bir bu tug'ma talant bolalar kelgan, shularni tarbiyalab nima qilganmiz. Men masalan 9-yildan beri mana shu baxshichilik maktabida o'qituvchi ishlayman. Mana shu 2025-yilda 9 yoshli shogirdim mana 16 mamlakat ichidan kumush medal olib keldi. Mana shu o'zimning nevaralarim ham bor. Mana 6 yoshli nevaram, mana shu Bozortovda nevaram 2-o'rinda olib keldi. Endi Bozortovda yoshlar ovozi deb shu narsa bo'lyapti. Undan keyin shogirdlarimdan men chunki umrim katta. Hali mana shu har bir viloyatga masalan biz tadbirlarga boryapmiz. Har bir viloyatdan masalan yoshlar qanchalik ko'p chiqsa, masalan hozir Surxondaryoda boya aytdim, yana bir qaytarib aytishim to'g'ri. Hozir 200 dan oshiq yosh shogirdlar tahsil olyapti. Qiz bolalar ham ko'paydi. Qiz bolalardan ham tahsil olyapti. Mana shu bizning baxshichilik maktabimizda Maysara degan mana qizimiz o'qituvchi ishlayapti. Bu jahon festivallariga 3-4 marta qatnashib laureat bo'lgan qizcha. Undan keyin nima do'stlik ordeni sohibasi Zulxumar Sherzanova degan ustoz opay bor. U kishi ham chunki lekin aytayotgan hozir Surxondaryoda aytayotgan qizlarimizning hammasi tashqi ovoz aytadi. Lekin Zulxumar xuddi bizday ichki ovoz aytadi. Chunki kelajakda mening umidum katta. Chunki elimizdan bizning nima deganda bizning mamlakatimizda elimizdan o'zbeklarimizdan qo'ng'iratimizdan alpomishlar chiqqan. Kelajakda alpomishlar chiqadigan umidim. Bir qo'shiq haqida so'ramoqchiyim. Xo'sh. Biz endi ko'p eshitib adashmasam Shobirdibaxsh Boltayev ijrosidamikin eshitganmiz. Begul degan qo'shiq bor. Bu Shomurat Baxshi. Tog'ayib. Shu Begul qo'shig'i haqida, uni shu kelib chiqish tarixlari haqida va agar iloji bo'lsa, ma'zur tutasiz, shu bir kuylab bersangiz shuni iltimos. Yo'q, Begulda unday. Begul Shomurat Baxshi nima qilganda Begul to'g'risi biz endi ijro qilmaganmiz. Bu chunki Shomurat Baxshi mana bu inson aslida nima qilib, bu 6 yoshida bular Sibirga surgun bo'ladi. Sibirdan kelib, keyin bu yerda nima qilgan? Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida nima qilgan? Begul qo'shig'ini nima qilib, Shomurat Baxshi ijro qilgan. Bu ba'zi Shomurat Baxshining aytish nimasi bo'yicha bu otasi nima bo'lgandir, nima bo'lib, shuni keyin shunday deb, shu narsa aytgan. Endi bizning Surxondaryo variantimizda Begul aytilmaydi. Chunki shu Shomurat Baxshi aytgan, endi nevaralar chiqyapti nima qilib. Biz Surxoncha termalarimizni qilib beramiz, o'ynasa o'yinaga ham qilib beramiz. Yana savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, biz Surxoncha bir oypari degan bir nima bor, shuni ayting. Akamiz Surxoncha bir o'ynaydi boshlaydi.
neçəgə, neçəgə, ay qaranğı keçəgə, ay neçəgə, neçəgə, ay qaranğı keçəgə, bugün mənə qarama, oynayarqan mənə kəvəçəgə, bir pəsərgə aytayıq, şülbügün geçəgə. Ay qaraşar, qaraşar, geçə görgən tüşünü, gündüz günü soraşar, oynay verin əkəyə, sırxançağa yaraşar. Balbalğana, balğana, Getlərdə xalqana, balbalğana, balğana, getlərdə xalqana, oynayın mənə, hayır mənə səndənə, səndə qarabay tatlı, soraşar, soraşar, gecə görgən düşlərdir, gündüz günü soraşar, asır görəsən yeni canım, boyunları yaraşar. Balkonlar günləri, abad oldu yerləri, balkonlar günləri, abad oldu yerləri, oynayın yerin seyir canım, aşarız. Mayda, 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 derlere kıra, mayda, 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 adadaki yağış mayda. Mayda, 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 derlere kıra, mayda, oynayın yerin ağaya, sendey boyunca kayda. Yıl öttü, alpamızda üzden çıkıp izlep kelmedi, halin qanday demedi. Mana shunda qarang, bek alpamish podshoning qizi Oytovga hamda cho'pon Hayqabatkal yordamida zindondan chiqib boychibarni o'ynatib, qancha qolmardi qiyratib, 72 tiyaga tilla bilan zarda ortib, boysin qo'ng'irot mamlakatim qaydasan deb jabrlik ko'rib qolgan qaynotasi Boysarboyni yartirib qaytib ketdi. Alqısı mana shunda Oqsuv daradan o'tib, mana shu kecha qarang jotib, qarang shunda tush ko'rib, tushida qancha ish ko'rib joyidan chorlab turib. Mana shuna qaynotasi Boysarboyga qarab, "Hey ota, ot maydonda jelmadi, yaxshimonga bo'lmadi. Ag'aylar bir izlab bormadi, hali qanday demadi. Ochilmaydin so'rganma. Otam bilan yana ajali yetib o'lganman. Qoldirib Boychibarning beliga minib. Boychibarda qichab, shunday boysin qo'ng'irot tog'ining ustiga shunday chiqib qarayib bersa, boysin qo'ng'irot mamlakati ko'ziga g'iborsi ko'rinaverdi. Men kelyapman, qiblago'ylar. Yemchak darslar yesan omon bormikin, yo'qmikin deb olqonni tashlab kelayapman, joydan bir qisqa aytib berayim. Balanda tağlar qor mekan, Xudoyim madadkor mekan. Yar xandag'i tayanchima, Xudoya. Ata canım yesan amana bormay kerak. Boyimda ko'rib quvangana tol beshikka suyangan. Sahar sahar bo'lganda dovushimga oyangan.
Yine canım kadir deyden barmaken Xudaya yine canıma yesen amanı barmaken Kında bana hacalımma karalın Ötkenem bir ketkendan her bir kunda soralın Ağa canıma yesen aman ay kiredir Gözleri dört bölme kunda canıma karalın Kaldır kaçtay heyye geçme barmayken Ateşden barmağın Mirzası haklık vermegen Atadan sağır kaldın gibi Bekler günler vermegen Yesen aman var mekana Cadga canday hay kozmay Bay sen yere yek poğana Bebeler emeli çok poğan Ceteler cıldan bir mağana Baş koşkan yarı çok poğan Hey sen aman barmayken Ay belçim daymana severe yadım Hey hayare 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 Domram kolga alayın Her namağa çalayın Aşıklar geldim sırhanın Sıhbatlar ahır kılayın Bir pesilge ağalar Sümbül sanlar hay bilen Yekavısı kan kılayın Bata bolsun ağalar Oynab ösken kalalar Gözden akmasın ağalar Birine seylep calalar Aman bolsun deymene ağalar Can bağlaşıp oturgan Aka apa singlayır Bana tatavlar borkar Ki gençler gezar zar Her bendege Xudayım Özü bolsun da medetkar Sırhan yelden geldik de ağalayır Medetkarınız bolsun evvelesim Xudaylayır Abat eken de gördüm Andıcan degen yerleri Söyledim ana yaralar Söylesem bahşettileri Her daim Can bağlaşıp oturgan Kara gözler beleri Asmanda carık ayağa Xudayım Teala beredi Her kimning peli rayiga
Nasiblar yetsa kelayini har biringizning ama farzandingiz to'yg'ay. Hay. Ahmad hamdalaringizga rahmat. Avvalo xush kelibsizlar, ma'lum ikki og'iz gapirsam. Mana hozir unutilib borayotgan bizning maqomlarimiz, o'zimizni ushoqlar, haligi bayotlarimiz unutilib ketyapti. Yoshlar eshitishni xohlamaydi-da. Mana uyimizda ham o'zimizning asl maqom, eski ashulalarimizni qo'ysak, yoshlarimiz eshitmaydi, bolalarimiz o'chirib qo'yishadi televizorda. Boshqa kanalga olib ketishadi. Telefonda ham ko'rayotgani ham, eshitgani ham haligi qo'shiqlar. Rep bir narsalar, estrada yo'nalishma bir narsalarda xullas. San'atkor odamga zavq to'lishi shart emas. Men shuna deb o'ylayman, ikkitamiz. Bu narsalar ko'p bo'lsa, biz ham haligi yoshlarimiz o'rtasida o'zimiz mana yo'q bo'lib ketayotgan narsalarni tiklashga o'zimiz ham harakat qilamiz. Mazza qilib eshitdik. Buning uchun rahmat sizlarga katta. Rahmat aytmoqchiman. Bu baxshlar ko'proq pan nasihat qo'shiq ko'proq aytamiz. Ibratli qo'shiqlar ko'proq aytamiz. Va yerda hozir to'g'ri aytdingiz, telefondan qo'lda nima qilsangiz, hech bir nima yo'qda. Mana shu bir gapingizga bir saniya bir ilova qilayin. Bir to'yga borib qoldim opa. Men qora ko'zim degan qo'shiqni masalan bizning baxshimiz biz bilmaymiz. San'atkordan talab qildi. Va o'tirgan bir yoshli inson talab qildiki, qora ko'zimni aytib ber dedi. Hech narsa. Men aytdim, shoshman yoshli dedim. Qora ko'zimni aytaymi dedim. To'rt har sutning oxirida qora ko'zimni kelib aytib berdim. Mana baxshi bilasiz, birimizni tutilmasa bo'lmaydi. Shuning uchun bizning boyagi shoshmaqonlarimizda masalan qancha nimalar, o'shalarni yoshlar ko'proq ibratli bo'lsa, shuni nima qilsa, boyagida hammasi nimada gumi-gumiga o'tib ketyapti-da. Hamma plyus bo'lib ketdi. Bu jonli ijro yo'qolib qoldi. Ichir hali yoshlarimiz o'rtasida ham o'zimizda ham misol uchun plyus bo'lib ketdi, fonogramma bo'lib. Endi hali qora ko'zimiz siz aytmoqchi yoshlarimiz ayta olmaydi, o'rganishni xohlashmaydi ham. Munojotda bu bayotlarda, bu ushoqlarda aytishni xohlamaydi bolalar. Nasrulloylar nima, bu bayot bir nima, bayot ikkisi nima, bu narsalar farq qila olmaydi yoshlarimiz. Shuning uchun unutilib ketmasligi uchun ko'pga mana shunaqa yig'ilishlarimizda targ'ibot ko'paytirib tursa yaxshi bo'ladi. Xush kelibsizlar. Rahmat katta. Hamma nomidan nasib bo'lsa bunday tashriflar ko'pini qilaveramiz, hamkorlikda kelamiz. Kelganlar katta rahmat. Bir 3 oy oldin Namangan Yozyovon Elma Kasansoy tumaniga, bolalar musiqa maktabiga, Anjan shahar 1-son musiqa maktabiga, undan keyin Yozyovon tumaniga unaqa berdi. Mana kechadan beri yana aylanib keldik. Nasib yo'l bosib kelibsizlar. Nasib bo'lsa sizlar ham Surxondaryo atrofida o'tingizlar.